Yozyovon tumaniga kelsangiz, ko'zingizga eng avvalo teraklar tashlanadi. Dala chetida ham, ariq bo'yida ham, xonadonlar atrofida ham. Bu yerda terak shunchaki daraxt emas, ko'pchilik uchun rizq, mehnat va daromad manbai. Terakning bu yerda yaxshi o'sishi bejiz emas. Tumanning tuprog'i ham, suvi ham unga mos. Ayniqsa Kaliforniya teragi tez o'sishi, ko'p parvarish talab qilmasligi va qisqa vaqtda daromad keltirishi bilan odamlarning qiziqishini oshirdi. Bugun esa bu qiziqish butun boshli iqtisodiy zanjirga aylanib ulgurdi. Bu teraklarda shunday yaxshiligi, bularga o'g'it ham kerak emas. 4-5 yilda kelsa, taydan 4-5 tadan chiqadi. Putab olib qo'yib, yana ikkinchi, uchinchi hosilgacha beradi. Juda bizga mos kelgan. Buni kesgandan keyin o'g'iti kerak emas deganim shunday barga tushadi, yoniga ariqiga ko'mib, suvni bostirib, yonidan suv ariq ochib qo'yiladi, keyingi yilga tayyor. O'shanaqa bir serhosil narsa ekan. Xalqimiz mana foydalanyapti. Bu tadbirkorning uyiga borsangiz 15 tadan 17 tagacha xo'jalik bola chaqasini boqyapti. Bitta tadbirkor arrachini orqasida. Bu terakda yaxshiligini bilgan hamma xalq ozgina, kichkina joydan ham unumli foydalanish maqsadida ko'chasi bormi, bir hovlini keraksiz joyi bormi, shunga ham ekib foydalanib, mana ko'zlarimda ko'rib turibsizlar. Dala chetlari ham to'la. Terakchilik bu mahsulotlarni ishlab chiqarib rivojlangani uchun hatto biz o'zimizni qo'limizda emas, boshqa joylarga ham xom mahsulotni yetkazib beramiz. To Qoraqalpog'istongacha olib ketishadi. Yozyovonda bugun terak ekish bilan cheklanib qolishmaydi. Uni yetishtirish, sotish, qayta ishlash, tayyor mahsulot tayyorlash barchasi bir-biriga bog'langan. Shuning uchun ham terakchilik bu yerda iqtisodiy driver sifatida e'tirof etiladi. Muhammadali Mamajonov ana shu zanjirning muhim bo'g'ini. U ko'p yillardan beri terak yog'ochini qayta ishlaydi. Uning ustaxonasida oddiy yog'och eksport uchun kerak bo'ladigan qutilar maxsus buyumlarga aylanadi. Muhammadali aka ish jarayonini ko'rsatar ekan, har bir yog'och ortidan ko'plab insonlar ishli bo'layotganini ta'kidlaydi. 96-yilda boshlaganman shu faoliyat yuritishni. O'shandan beri mana 30 yil bo'lgan bo'lsa, tajribamiz shunday pishdi. Fermer xo'jaliklaridan olamiz mahsulotni. Bizda juda ko'p. Shuning orqasidan endi mana shu qishlarda bir ko'pchilik asosiy bolalarning daromad manbai shu bo'lib qolgan. Mana shu yerda ham hozir meni o'zimda 11 ta bola ishlaydi. Mana bir 2 oydan beri sezon boshlanib qolgan. Har kuni bir xilda ish bor shularga. Bu yerda chiqindi degan tushunchaning o'zi yo'q. O'zbekiston 2030 strategiyasida qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellikni oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Yozyovon tajribasi ana shu maqsadlarga mos keladi. Boramizda o'sha terakni olganimizdan keyin biz hozir hali standart razmerimiz 1.20, 1.20 ga kesib olamiz. Undan qolganini aytmaydigan qiyshiq joylari bo'lsa 60 ga kesamiz. O'sha mana shu o'zimiz razmerlar bor. Kelib keyin kerakli mahsulotni olganimizdan keyin undan qolgan narsalar qoladi mana. Qo'shnimiz katakka so'raydi, unga chiqarib beramiz, undan qolgan chiqqani mana uni hozir xo'jaliklar tandirga yoqqani bu ham pul. Buni ham har do'ra shuncha. Keyin arra to'poni chiqadi. Arra to'ponidan asosiy bizdan oladiganlar issiqxonachilar oladi. Issiqxonachilar olib borib, bunga ularga qulayligi bitta to'ldirib, o'sha pechkasini to'ldirib qo'ysa, bir kunga yetadi. Buni orqasidan xullas tirikchilik qilayotgan sanasiz ko'p. Barmoq yetmasa kerak hozir. Ko'pchilikning rizqi borligigami men baraka topdim bu ishda. Yozyovon tajribasi yana bir haqiqatni ko'rsatmoqda. Hududning tabiiy imkoniyati to'g'ri baholansa, oddiy bir daraxt ham katta iqtisodiy qiymat yaratishi mumkin. Bu yerda terak shunchaki o'smayapti. Yangi ish o'rinlari, oilaviy tadbirkorlik va odamlarning farovonligi ham o'sib bormoqda.